Assalamu alaikum, hurmatly bizdin kanalın görüşçülері. Biz bugün Özgün Mapasar'da koyların aldı sattı balları qanday ekenini görmekteyiz. Qatashqatar kelsa aldın ala kechirim so'raymiz. Bu iki qo'zi, biri erkek, biri urg'achi. 81.8100 so'mga sotildi. 4100'dan ketdi. Bu iki qo'zi, tishlari buzilak. Ekoni 5000 so'mdan kemi bor deydi. Ekoten urg'achi 5000 so'mdan kemi bor deydi. Bugün pazar basıldı yine kalıptır. Bu baylanıp duran kozlar Katar 3,5 bin so'mdan deydi. Arasında erkek urg'achisi var. Kozlar jag'at yo'q. Kozlar ekan o'zi ko'rib turasizlar. Semiz bularda soyog'i, bag'i bor, qandara ketadi turgan ekan. Urg'achi ko'zi 4000 so'mga alındı hozir. Bu 3 kozini 11 so'm kemi var deb. O'rtadag'isi erkek, chekadagi urg'achi ekan. 11 kemi var deydi. Bularda bu iki kozini 5,5 ming so'mdan deydi. Biri erkek, biri urg'achi. Bunu 5 ming so'm deydi qarasini. Bu iki ko'zi qora bilan qizil. Urg'achi deydi. Urg'achi bir erkek 5 ming so'mdan kemi var deydi. Bunu baylab qo'yib berasizmi? Mana sizlar ko'rgandek qo'zilar yaxshimi? O'rtada semiz. Bu iki qo'zli urg'achi ekan, ekoni 10 ming so'm kemi bor deydi. Bu erkek 4,5 ming so'm deydi. Ekoni 10 ming so'raydi. So'ngar bulardagi o'rtum bor ekan 4,5 ming so'mdan deydi. To'rtdan so'radi, bermay tavsiya etdim. Qatar ele. Arasında erkek urg'achi aralash, ham onun har birini qarab chiqish kerak ekan. O'zlar ko'rgandaylar. 4,5 ming so'mdan. Qatar ele. Urug'lardagi ko'rinsa yaxshi ekan, semiz qo'zlar. So'nga tayyorda o'ylayman. So'ngar endi bala qo'zi. Qo'zi qarib qoldi, 6 tish ekan, 8,5 ming so'm kemi bor deb. Qo'zi urg'achi. Bu qo'zi ko'rib tursangiz, o'ta sondan keyin enasi yaxshi yoqqan. Ekon 10 ming so'm kemi bor deb. Qo'y 4 tish ekan. Qo'zi erkek. Bu qo'y qizilda ko'rib turasizlarmi? 5,5 ming so'm kemi bor deb qo'zi bilan qo'zi urg'achi. Quruq qo'y qarib qolgandan baylanishda arzon ekan. Bu iki çeşitli qo'ylar ekan, jannatda qara qo'zi erkek ko'rib turganingiz ayri. 8 dan kemi bor deydi. Mana urg'achi ekan, qo'zi dadilib. Enasi 2 tish, unda 8 ming so'm deydi. Kemi bor, o'sha o'zlar. Qo'zni ko'rib tursangiz, qo'zi son ekan. Bu qo'zi 4 tish ekan, ikkinchi qo'zi urg'achi 9 ming so'm kemi bor deydi. Arzon qo'ydi olib. Bu endi bala qo'zisi bilan mana qo'zi urg'achi ekan, cho'ng'ida qo'zi ko'rib turasizlar. Enasi 6 tish, ekoni 8 ming so'mda. Ekoni 8 ming so'radi turganlar. 6 tish chiqadi, qo'zi erkek ekan, ekoni 9 ming so'm so'radi. 7,5 ming berib berdim men aldimda. Bu qo'zi ko'rib turasizlar, chun qo'zi ekan. Erkek. Bu chekadagi enasi qarib qolibdir. 6 tishda ekoni 10,5 ming so'm so'radi. Turdu satılıp ketadi. Arasın aydında jaldanlar, içine kaşkası var, çok tarafından joğu. Uaz maşinası sevimine satılan. Bunlar bu qo'chqorlar 7 ming so'm so'rab bermaydi. Ko'rganingizdek. İki tish buzilak dashi. Bu 4 tishli qo'chqor ekan, ekoni 40 ming so'radi, 20 ming deydi. O'sha ko'rgan qo'chqorlar cho'ng jannada biz jo'nakayla qo'yib qanday kechib turganini ko'rib turasizlarmi? Ekoni 40 ming so'radi, 4 tishli qo'chqorlar.
Бул эки түштүү кочкор экен. 17,5 миң кеми бар болду. Бул эки кочкор, көргөнүздөй чоң кочкорлор 20 кеми бар да 6 киши экен. Nasıl? Bir getmeyen ekan. Koylar besi jana koçkorlar çoğ eкен, өздөрү көрүп турасыздар чоң экен. Жанында биздин берекелүү койлор кандай кичине болуп көрүп турасыздар. Бул эки кочкорго эки тиштен экөөнө 25 миң турап атат. Бул кочкорлорду өздөрү көрүп турасыздар, аябай семиз багылган кочкорлор 20 сурап атат. Баштары да чоң, өздөрү да чоң, өрүгөн көрүп турасыздар, 20 миңден сурап атат. Бул 4 түштүү экен. Бул 4 түштүү кочкор 20 миң сом. Буну да оны договориться сүйлөшсө болот. Кичине түшүп берет. Тугандар бул 4 түштүү кочкор экен. 18 миң сом дейт. Семиз, улугун артынан көргөндө улугу чоң, мына караңыздар. Бул жерде дагы ошондой кочкорлор бар экен, эсин таба алады, басым деле ине дегеле. Ойлор киши карап турган кочкор 6 тиш экен, 30 миң сом дейт. Бул өзүнүн аябай чоң кочкор. Жанындагылар 25 тен. Көргөнүздөй кочкорлор багылган, семиз. Мына бөлүм карасаңыз, буну 17 миң сом дейт. Түштүү кочкор. Бул кочкор 4 тиш экен, 13,5 миң сом болду, бербеди. Кандай чоң кочкор өздөрү көрүп турасыздар. Чоң бойлордун жана турганы үчүн кичине көрүнөт, бирок биздин обычный бойлорго окшогон болсо чоң болуп илинип турат.